Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, yana bugun quvonchli kun. Namangandan Meliboyev Qurbon akamizga inshaalloh Angliya vizalari chiqdi. Qurbon aka, tabriklayman. Alloh xayrli qilsin. Inshaalloh ko'rib xursand bo'ldim aka. Xo'p, biz haqimizda ko'pchilik so'raydi Qurbon aka va qayta videolarda aytib olaman. Buni shaxsan mijozning o'zini og'zidan eshitgani boshqacha. Biz haqimizda qanaqangi fikrlaringiz bo'lsa, marhamat bemalol murojaat qilib bo'ladi mijozlarimizga. Albatta. Assalomu alaykum. Viza Consulting markazining obunachilari. Hoji akamga xudo xolasa ishonsa bo'ladi. Protsessi boshidan oxirigacha o'zlari yonimizda turganlar. Suhbatga Samarqandga borganimizda ham yonimizda bo'lganlar. Applichatsiya topshirishda Viza Centerda ham birga edik. Pasportni qabul qilishda ham birga edik. Mana hozir yana birgamiz xudo xolasa 29-kuni Alloh nasib qilib vizamiz chiqib qoldi. 29-iyul kuni buni jo'natib ketyapmiz inshaalloh. Tavsiya, albatta tavsiya qilamiz. Bemalol kelib, vizalarni olib, xursand bo'lib, rizqini terib kelishni hammaga nasib qilsin. Albatta tavsiya qilamiz. Kelinglar, ishonchli oldilarda turadilar, protsess oxirigacha, vizagacha. Mana yonimizda turdilar, o'zimiz guvohi bo'ldik, boshqa bo'ldik, hech qanaqa muammosi yo'q, xudo xolasa. Albatta tavsiya qilamiz aka. Inshaalloh. Qurbon aka ham ixlos qilib kelgandilar, ofisga o'zingiz keldi. Ofisga kelgandilar, qonuniy protsessni nima qanaqa atido hammasini tushuntirib berganlar. Xudo bismillah deb protsesslarni boshlab shartnomalarni boshlagandik. Mana Allohning qazoyi qadarlariga yozgan ekan. Inshaalloh mana Angliya vizalari chiqdi. Biz foydamiz tegandan xursandmiz. Biz undan boshlab sentrgacha atido hujjatlarni tayyorlab beramiz. Inshaalloh kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa, bemalol olib chiqib ko'rasizlar. Qurbon aka, siz ishlaringizga omad, xudo xolasa, Angliyada ham ko'rishamiz inshaalloh. Xudo xolasa, обязательно borib xabar olaman, xudo xolasa. Xo'p. Kelgusi ishlaringizga omad tilab qolaman. Alloh xayrli qilsin, xudo xolasa, inshaalloh shunaqangi omadli kunlaringiz ko'p bo'lsa. Endi qo'shtoq duo qilib qo'ying endi. Rahmat yashang sizga, ko'p rahmat. Parvardigor umringizga, sizga Xudo baraka bersin. Ishxonangizga fayzli bo'lsin. Umrbod bo'lsin, ish foydali umrbod bo'lsin. Hamma sizdan foydalanib, duo qilib yurishlik hammaga nasib qilsin Parvardigor. Parvardigor mana hayit bayramlari hammaga ikkita qo'shaloq bo'lganimizda bizga 3 ta bo'ldi. Umrimizdan boshqalarga Parvardigor ajrab ketyapti. Hammalaringizga ham taklif qilamiz. Yaxshi ishxona, yaxshi joylardan hamma rizqni terib kelishni Parvardigor o'ziga qolamiz. Rahmat hammalaringizga. Sizga ham ko'p rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qolgan o'sha Angliyaga viza olaman degan har bir insonga Allohimiz boyligidan kelganidan yetkazsin. Kelib bemalol olib ko'rishingiz mumkin. Rahmat sizga. Allohu akbar.